Buxoroga 60 sumkacha ikkinchi qism. Klientimizdan 60 sumkalarni yasab bo'lib, rasm videolarni tashlab berganimizdan keyin mani 45 ta sumkachamga bosh harflarimiz tushirilgan shunaqangi pechat qilib bering deb aytib qoldilar. Maxsus buyurtma asosida shunaqangi pechat yasattirdik. Ko'rishingiz mumkin. Pechatimizdan ikki chetki qismida shunaqangi teshichalar bor. Bu bilan sumkachamizni leska yordamida qattiq mahkamladik, ya'ni ismlarimiz tushib ketmasligi uchun. Bundan tashqari, sumkachalarni ichiga solib tarqatish uchun shunaqangi Qur'on kitobi bilan dasturxonchalarni ham zakaz qildilar. Shularni hammasi necha pul bo'ldi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring.